O'zbekiston davlat drama teatri jamoasi tomonidan atoqli shoir va jamoat arbobi O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov tavalludining 85 yilligi oldidan shoirning hayoti va ijodiga bag'ishlangan Yillar armoni nomli spektakl namoyish etildi. Taniqli aktyor va aktrisalar tomonidan ijro etilgan mazkur spektakl yangiliklarda katta taassurot qoldirdi. Ma'lumot o'rnida O'zbekiston davlat drama teatri jamoasining Sirdaryo viloyatidagi ijodiy safari 28 fevral kuniga qadar davom etadi. İnsonga tobe emas zamon inchunun. Inson yuragida alamlar qat-qat, faqat bir taskin bor barchasi uchun. Afsus chekabilsang, shu ham bir davlat. Yillar armoni bu gal Yangi shahar madaniyat markazi sahnasida namoyish etildi. Ushbu asarda shoirning bolalik yillari, talabalik davri, ilk she'riy to'plamining chop etilishi va ijod yo'lidagi muhim voqealar badiiy talqin etilgan. Bosh rolni O'zbekiston davlat drama teatri aktyori Shukrullo Sofiyev ijro etgan. Inson qalbi faxrga to'ladiki, demak, hali she'riyat insonlarning qalbida yashayapti. Ayniqsa Abdulla Oripov she'riyati bu katta she'riyat, ulug' she'riyat. Mana bu yil Abdulla Oripov tavalludini 85 yilligi butun yurtimiz bo'ylab keng nishonlanishi haqida xabar eshitib juda ham xursand bo'ldik. Bunday insonlarni har yili shu tavallud ayyomlarini nishonlash biz uchun ham qarz ham farz. Chunki bular yurt uchun, millat uchun, xalq uchun juda katta ishlar qilib ketishgan. Ruh shod bo'lsin. Spektakl davomida tomoshabin shoirning qalb kechinmalari, iztirob va quvonchlari, hayot sinovlari bilan yuzma-yuz keladi. Asarga shoirning qalamiga mansub she'r va kuy-qo'shiqlar uyg'un tarzda singdirilgan. Nimaga tengdoshlaring to'ppa-tuzuk gapiradi? So'zlarim o'zidan-o'z xotirjam ketaveradi. Keling, sizga ham yangi yozgan she'rimni o'qib beraman. Juda aktyorlarimiz ham mahorat bilan o'ynashdi. Abdulla Oripovning hayotini bir nima qilsak, bir 10 jilddan iborat kitobga ham nima javob bo'ladi. Shu spektakl qahramonlariga ham, o'ynayotgan nimalariga ham juda katta rahmat. Biz ulardan minnatdormiz. Shoirlik baxtmi yoki taqdir yoki yaratganning inoyatimi? Spektakl aynan shu savollar ustida mushohada qilishga undaydi. Men faxrlanaman, qizlari chiqib meni buvimni Turdiholli obrazini yarata olibsiz dedi. Juda chiroyli gapirdi. Shaharni tomoshabiniga qaraganda viloyatni tomoshabinini ruhiyati boshqacha. Men shundan juda minnatdorman. Yillar armoni spektakli Yangi tomoshabinlari tomonidan iliq qarshi olindi. Bu kabi ma'naviy ma'rifiy loyihalar millat adabiyoti va teatr san'atiga bo'lgan qiziqishni yanada oshirishga xizmat qilayotgani bilan ahamiyatlidir. O'zbekistonni